Nega barcha futbolchilar Valverdedan qo'rqishadi? Hozirroq like bosib obuna bo'lib qo'ying. Men sizga to'liq hikoyani aytib beraman. Real Madrid va janjalkash degan so'zlarni bir-biriga qo'shadigan bo'lsangiz, menimcha oxirgi bo'lib xayolingizga Federico keladi. Va rostdan ham maydonda u jahlini chiqarib yoki boshqa o'yinchilarni urganini hech kim eslolmasa kerak. U buni maydon tashqarisida qiladi. Nima 2022-yilda Urugvaylikning rafiqasi 2 xat bo'lgan va ma'lumotlarga ko'ra uni o'g'li tug'ilmasligi ham mumkin edi. Va shu haqida Villarrealning o'yinchisi Alex Bayena ham eshitgan ekan. Realga qarshi o'yinda esa Valverdeni jahlini chiqarish uchun Valverdeni yoniga borib, "Yig'la, seni o'g'ling tug'ilmaydi" deb aytgan ekan. O'yinchi esa o'shatni o'zida uni o'ldirib qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo o'yin yakunlanishini kutib parkovkaga borib, u bilan yumshoq qilib aytganda muammoni hal qildi. Bu yerda bu kadrlarni ko'rsatish mumkin emas. To'liq videoni bizni Telegram kanalimizda ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, sizningcha Valverde to'g'ri ish qildimi?